Sirdaryo tumanida elektr tarmoqlari yangilanmoqda. Sirdaryo tumani mahallalarida aholini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlashga qaratilgan amaliy ishlar yangi bosqichga chiqdi. Davlat rahbari tomonidan belgilab berilgan vazifalar ijrosini ta'minlash, ya'ni aholini qiynayotgan muammolarni joyida hal etish maqsadida tumanda elektr ta'minotidagi uzilishlar va cheklovlarga sabab bo'layotgan omillarni o'rganish ishlari tashkil etildi. Bu jarayonga mas'ul sifatida biriktirilgan issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyatining Sirdaryo issiqlik elektr stansiyalari ishchi guruhi a'zolari dastlab mahallalarda xonadonma-xonadon yurib, aholi bilan muloqot qildi. Elektr ta'minoti bilan bog'liq muammolar, transformatorlar quvvati, eskirgan elektr tarmoqlari va simyog'ochlar holati atroflicha o'rganildi. Har bir murojaat va taklif asosida mavjud kamchiliklar tahlil qilinib, aniq chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqildi. Muhtaram Prezidentimiz 2026-27-iyuldagi energiya tizimlarini islohot qilish yig'ilishida bir qancha elektr tizimlarini islohot qilish vazifalar belgilandi. Bunda asosiy muammolar shu elektr tizimida yo'qotilishlarni bartaraf etish, aholi e'tirozlaridan tushgan kamchiliklarni bartaraf etish bir qator vazifalar bizlarga belgilandi. Biz mana shu o'zimizni Sirdaryo yezida mutaxassislar bilan shu aholida yuridik iste'molchilarda elektr energiya, gaz tarmoqlaridan foydalanish bo'yicha kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha o'rganishlar ishchi guruh tashkil etilgan. O'rganishlar yakuni bo'yicha aholini yillar davomida qiynab kelayotgan muammolarni bartaraf etish ishlariga kirishildi. Joylarda eskirgan elektr tarmoqlarini yangilash, nosoz uskunalarni almashtirish, transformator punktlarini ta'mirlash va yangilash, elektr ta'minoti sifatini yaxshilash bo'yicha qator amaliy ishlar boshlab yuborildi. Hozirgi kunda Prezidentimizning 298-qaroriga asosan Sirdaryo tumanida 20 kilometr havo tarmog'i hamda 575 dona temir beton tayanch ustunlari hamda 10 dona transformator tayanch punktlarini o'rnatish belgilangan. Aholiga sifatli elektr energiya yetkazib berish maqsadida modernizatsiya va rekonstruksiya ishlari amalga oshirilmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad aholining infratuzilmasini yaxshilash hamda tadbirkorlarga hamda soha obyektlariga shart-sharoitlar yaratish ko'zda tutilgan. Demak, aytish mumkinki, elektr ta'minotini yaxshilashga qaratilgan bu harakatlar samarasi tez kunlarda bo'y ko'rsatadi. Uzluksiz elektr energiyasi ta'minoti esa tabiiyki, aholi turmush darajasini yangi bosqichga ko'tarish barobarida yangi ish o'rinlarini yaratish, tadbirkorlik faoliyati uchun qulay muhitni ta'minlash uchun xizmat qiladi.